Qorako'z navbatdagi maktabdan haydaldi. Uning ota-onasi Aziz va Barno qizini Nevermore nomli qoloqlar uchun akademiyaga yuborishadi. Qorako'z qochib ketishni o'ylaydi, ammo o'zining bu akademiyaga kelishi 30 yil oldin bashorat qilinganini bilib qoladi va fikridan qaytadi. Assalomu alaykum aziz do'stim. Bu Zombi Uz kanali va biz boshladik. Qorako'zning oddiy o'quv kuni murakkab qasos bilan boshlanadi. U o'z shkafida qo'l-oyoqlari bog'langan ukasini topadi. Qo'rqib ketgan bola esa uni kim shunday ahvolga solganini aytishni istamaydi. Uni og'ziga olma tiqirgan holda pishirilgan cho'chqaga o'xshatib bog'lab qo'yishgan edi. Aybdorlarni topishda Qorako'zga uning o'tmish va kelajakni ko'ra olish qobiliyati yordam beradi. Bezorilarni yuzlarini aniq ko'rgach, Qorako'z qasos olishga yo'l oladi. U suv polisi jamoasi sportchilariga qarshi boradi va o'zi bilan ikkita qonxo'r baliqlarni olib keladi. U piranyalarni qanday qilib o'z o'ljalariga hujum qilayotganini sovuqqonlik bilan kuzatadi. Katta janjal bo'lganiga qaramay, oilasi bu ishni jinoiy javobgarliksiz yopishga muvaffaq bo'ladi. Lekin Qorako'zni boshqa o'quv yurtiga, Nevermore akademiyasiga o'tkazishga to'g'ri keladi. Akademiya direktori Dilnoza ularni iliq kutib oladi va Qorako'zni qabul qilinganini mamnuniyat bilan e'lon qiladi. U qizni yotoqxonaga olib boradi va xonadoshi bilan tanishtiradi. Bu juda muloyim qiz, Nila. U Qorako'zni quchoq ochib kutib oladi, ammo Qorako'z undan o'zini biroz chetga oladi. Nila yangi qizga bu yerda yashovchilar haqida gapirib beradi. Tishli odamlar, vampirlar, Mika, ya'ni yirtqichlar va o'zi ham shular qatoriga kiradi. Yana tangachali mavjudotlar, sirenalar ham bor. Ularning boshida esa o'zini maktab malikasi deb e'lon qilgan Bina turadi. Bina yaqinda mahalliy rassom Samir bilan ajrashgan. Samir o'z rasmlarini jonlantira oladi. Qorako'z ota-onasi bilan xayrlashish uchun tashqariga chiqadi. Barno qizi bilan yolg'iz qolib, uni qochish fikridan ogohlantiradi. Chunki u qizini yaxshi biladi. Qorako'z shunday deydi: "Bu o'quv qamoqxonasidan qochaman va siz meni boshqa hech qachon ko'rmaysiz." Onasi unga sovg'a qoldiradi. Obsidiandan yasalgan marjon. Bu buyumdan qadimda ruhoniylar foydalanishgan. Akademiyadan ketayotib, oila Qorako'zga yana bir yordamchi qoldiradi. Uning sevimli chayoni va narsa deb ataladigan qo'l ko'rinishdagi josus. Shu paytda Jeriko shahrining sherifi Jasur yana bir turistning o'limini tergov qilmoqda. Jinoyat oldingilariga o'xshaydi. Jasad parchalangan va tana qismlari har tomonga sochilib ketgan. Sherif yordamchisiga matbuotga ayiq hujumi degan versiyani tarqatishni buyuradi, ammo o'zi bunga ishonmaydi. U bu ishni Nevermore o'quvchilari bilan bog'laydi, lekin hali buni isbotlay olmayapti. Yangi xonasiga kelgach, Qorako'z o'z hududini juda zerikarli ekaniga e'tibor qaratadi va xonadoshi Nila bilan janjallashib qoladi. Chunki Nila uning mutlaqo teskarisi, quvnoq, ochiq ko'ngil va do'stona. Ammo kerak bo'lsa, u ham tirnoqlarini ishga solishga tayyor. Qizlarning janjalini o'qituvchi Malika to'xtatadi. U xonaga kir va qizil etiklarda kirib keladi va har bir yangi o'quvchiga o'zining issiqxonasidan gul sovg'a qiladi. Qorako'z uchun u qora Georgina gulini olib kelgan edi. Malika yangi qoidalarni ham tushuntiradi. Jumladan, talabalar yaqin shaharcha Jerikoga borishlari mumkinligi haqida. Bu yerda Nevermore o'quvchilarini la'natlangan g'alati odamlar deb hisoblashadi. Qorako'z qilichbozlik darsiga keladi va o'zini har qanday o'quvchidan ustun deb hisoblaydi. U o'z ixtiyori bilan mag'rur Bina bilan jang qilishni tanlaydi. Murabbiy aynan shunday kuchli raqibni qidirayotgan edi. Jang darhol hammaning diqqat markaziga aylanadi, ammo kutilmaganda Qorako'z yutqazadi. Tibbiyot xonasida u Ali ismli yigit bilan gaplashadi. U Qorako'zga u kelishidan oldin bu maktabdagi eng g'alati bola o'zi bo'lganini aytadi. U o'zini g'alati odam deb hisoblaydi. Qorako'z suhbatni davom ettirishni istamay, tezda chiqib ketadi. Yo'lda u tomdan kelayotgan shovqinni eshitadi. Boshini ko'targanda, uning ustiga qushning haykali qulayotganini ko'radi. Oxirgi soniyada Samir uni qutqarib qoladi. Qorako'z hushiga kelgach, Samir unga: "Endi qarzimni qaytardim, chunki sen bolaligimda mening hayotimni saqlab qolgansan", deb aytadi. Ular bir paytlar dafn marosimida bekinmachoq o'ynashgan. Samir tobut ichiga yashiringan va kutilmaganda tobutni yopib, olovda yoqish uchun olib ketishgan.
Agar Qorako'z uning qichqirig'ini eshitmaganida, u tiriklayin yonib ketardi. Bu voqea Qorako'zda ilk bor tabassum uyg'otadi. Kechasi Qorako'z yozuv mashinkasida o'z romanini yozadi. To'satdan u karavotida g'alati harakatni sezadi. Ko'rpani ochganda u narsani ko'radi. Ota-onasi yuborgan tirik qo'lni. Qorako'z uni qo'lga olib, stol tortmasiga qamab qo'yish bilan qo'rqitadi. Natijada narsa unga sodiqlikka qasam ichadi va qochishda yordam berishga rozi bo'ladi. Sud qaroriga ko'ra, Qorako'z psixologga borishi kerak. Direktor Dilnoza uni shaxsan Jerikoga olib boradi. Ammo Qorako'z hojatxona oynasidan qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. U shahardagi oshxonaga boradi va u yerda Otabek bilan shartlashadi. Qorako'z uning buzilgan kofe mashinasini tuzatadi. Evaziga esa yigit uni ish tugagach temir yo'l stansiyasiga olib borishga rozi bo'ladi. Ammo qochish yana amalga oshmaydi. Qorako'z kutib o'tirgan paytda u ziyoratchilar kiyimidagi yigitlar bilan janjallashib, hammaning e'tiborini tortadi. Shu payt direktor kelib, uni yana akademiyaga olib ketadi. Sherif Jasur esa Qorako'zga alohida e'tibor bera boshlaydi. Chunki u uning otasi Azizni eski qotillik ishida aybdor deb hisoblaydi. O'sha kechasi Nevermore hududida Qorako'z chalgan violonchel ovozi yangraydi. Shu paytda Aziz kitobdan sirli rasm tushirilgan sahifani yirtib oladi. Otabek esa otasining hujjatlaridan Azizga oid jinoyat ishini topadi. Balkonga chiqqan Nila va Qorako'z o'rtasida birinchi samimiy suhbat bo'ladi. Nila hali to'liq bo'riga aylana olmasligini tan oladi. U faqat tirnoqlarini chiqarishga qodir. Shu sababli u umr bo'yi yolg'iz qolib ketishidan qo'rqadi. Qorako'z esa o'zining qayg'uli hikoyasini aytib beradi. Bolaligida uning sevimli chayoni Neron ko'z o'ngida velosiped ostida qolib bo'lgan. Shundan beri u hech qachon yig'lamaslikka qasam ichgan. Hosil bayrami kunida Qorako'z yana qochib ketmoqchi bo'ladi. Bu safar ham Otabek yordam berishga rozi bo'ladi va ketishdan oldin unga arxivdan topilgan Azizning ish hujjatlarini beradi. Ammo qochish yana amalga oshmaydi. Ziyoratchilar Qorako'zdan o'ch olish uchun kelishadi. U olomon ichida yashirinishga harakat qiladi, lekin Aziz bilan to'qnash keladi. Shu payt Qorako'zning ko'ziga bir narsalar ko'rinadi. U Azizning o'limini ko'radi. Yigitni ogohlantirmoqchi bo'lib, Qorako'z uning ortidan o'rmonga yuguradi, ammo o'zi xavf ostida qoladi. Aziz telekinez yordamida qizni daraxtga mixlab qo'yadi. U onasining bashoratiga ishonadi. Bashoratga ko'ra, Qorako'z Nevermore'ni yo'q qiladi. Aziz Qorako'zni o'ldirmoqchi bo'ladi. Shu payt to'satdan maxluq paydo bo'ladi. U Azizni Qorako'zni ko'z o'ngida o'ldiradi. Sherif Jasur itlar bilan o'rmonni tintuv qiladi, ammo na jasadni, na jinoyat izlarini topa oladi. Qorako'zga esa ishonmaydi. Eng qizig'i, direktor xonasiga kirganida Aziz tirik holda paydo bo'ladi. Bu holat hammani hayratga soladi. Keyin Qorako'z yana psixolog doktor Kamila bilan uchrashadi. U yerda Otabek bilan yana ko'rishadi. Ma'lum bo'lishicha, Otabek ham sud qarori bilan psixoterapevtga qatnaydi. Otabek Qorako'zga maxluq haqidagi gaplarga ishonishini aytadi. Otasi esa bunga ishonmaydi. Qorako'z akademiyaga qaytgach, direktordan Aziz maktabdan haydalgani va birinchi poyezdda uyiga ketishini eshitadi. Qorako'zning o'zi esa kun oxirigacha to'garak tanlashi majburiy ekan. Qorako'z narsani Azizni kuzatish uchun yuboradi. O'zi qidiradi. Shu bilan birga Aziz haqida ma'lumot to'plashga harakat qiladi. Shu payt u Aziz bilan tanishadi. Aziz asalarichilar klubi prezidenti. Qorako'z uning mashg'ulotlarida qoladi. To'satdan narsa qaytib kelib signal beradi. Qorako'z Azizni mashina yonida ushlab qoladi. Ammo u Qorako'z bilan gaplashishni istamaydi. Aziz temir yo'l stansiyasiga boradi. U hojatxonaga kiradi, ammo tashqariga boshqa odam chiqadi. Bu odam keyin yana o'zgarib, direktorga aylanadi. Demak, direktor boshqacha qiyofaga kira oladi. Bu payt Sherif Jasur yana o'rmonga boradi. Qorako'z ham jinoyat joyiga qaytadi. To'qnashuvdan uni Otabek qutqaradi. Yerlarni qidirgan Qorako'z Azizning ko'z oynagini topadi. Uni ushlagan zahoti ko'ziga narsalar ko'rinadi. U yerda qiz, g'alati yozuv va Belladonna jamiyati degan so'zlarni ko'radi. Qorako'z akademiyaga qaytgach, darhol kutubxonaga boradi. U o'rmonda ko'ziga ko'ringan kitobni qidiradi. U yerda o'qituvchi Malika unga yordam taklif qiladi. Qorako'z undan kitobdagi belgi haqida so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, bu maxfiy jamiyat belgisi. Malika Qorako'z bilan yaqinlashishga harakat qiladi. Qorako'z ham bu yerga yaqinda kelganini va o'zini begona his qilganini aytadi. Qorako'z Aziz Samir bilan bir xonada yashaganini bilib oladi. U narsa bilan birga Samirning xonasiga yashirincha kiradi. U yerda u o'zining portretini, g'alati niqobni va boshqa sirli narsalarni topadi. Tasodifan u Samir va Bina o'rtasidagi suhbatni eshitadi. Bina Samirni Qorako'zga qarshi qilishga harakat qilayotgan edi. Xonasiga
uyiga qaytgach, Qorako'z Nilani vahima ichida topadi. Ertaga qayiqlarda suzish musobaqasi bor, lekin u jamoasiz qolgan. Qorako'z buni eshitib musobaqada qatnashishga qaror qiladi. Uning maqsadi Binani mag'lub qilish. Direktor Dilnoza Edgar Allan Poe kubogi musobaqasi ishtirokchilarini kutib oladi. Jamoalar qayiqlarda orolga suzib borishlari, u yerdagi Krikston qabridan bayroqni olib qaytishlari kerak. Qoidalar deyarli yo'q. Shuning uchun hamma jamoalar hiyla ishlatishi mumkin. Bina jamoasiga suv-parilar yordam beradi, lekin Qorako'z bunga tayyor edi. U ularga qarshi baliq ovlash to'rini ishlatadi. Qorako'z va uning jamoasi orolga muvaffaqiyatli yetib boradi. U qabrga kirib, bayroqqa tegadi va shu zahoti yana ko'ziga narsalar ko'rinadi. Sen kalitsan. Orqaga qaytishda ikki jamoa, Binaning oltin qo'ng'izlari va Nilaning qora mushuklar jamoasi g'alaba uchun kurashadi. Nilaning jamoasi raqib qayig'iga zarba berib, birinchi bo'lib marraga yetib keladi va kubokni qo'lga kiritadi. Qorako'z esa bayramdan yashirinib, Edgar Allan Poe haykali yonida turib qoladi. U yerda tasodifan ko'ziga ko'ringan kitobni topadi. Kitob ichidagi topishmoqni tezda yechib, maxfiy eshik kalitini qo'lga kiritadi. Bu kalit uni Belladonna jamiyatining yerosti xonasiga olib boradi. U yerda Qorako'z aziz yirtib olgan sahifasi bor kitobni topadi, lekin u kitobni qo'lga olgan zahoti tuzoqqa tushadi. Uni maxfiy jamiyat a'zolari o'rab oladi, ammo niqoblar ortida tanish yuzlar chiqadi. Bu Nevermore o'quvchilari, ularning boshida esa Bina turardi. Qorako'z xonasiga qaytib kitobni o'rganadi. U yerda ikkinchi qismini ko'radi. Unda yana bir ziyoratchi tasvirlangan. Shu bilan birga akademiyada yangi an'ana boshlanadi. Talabalar Jeriko shahriga yuboriladi. Qorako'z ham direktordan buyruq olib, u yerda violonchel chalishi kerak bo'ladi. Shaharga borgach, u yana Samir bilan uchrashadi. Qorako'z undan Aziz haqida so'raydi. Lekin Samir hali ham maxluq haqidagi gaplarga ishonmaydi. Qorako'z unga kitobni ko'rsatadi. Shunda Samir rasmda tasvirlangan odam Jeriko asoschisi Yusuf ekanini aytadi. Qorako'z muhim ma'lumot olgach, ziyoratchilar qishlog'iga yo'l oladi. Bu yerda u Aziz bilan yana uchrashadi. Qorako'z yig'ilishlar uyiga kirishni xohlaydi, chunki u yerda Yusufga tegishli buyumlar saqlanadi. Ammo ko'ngillilarni ichkariga kiritishmaydi. Ko'rgazma ta'mirlanayotgan edi. Ularga faqat shirinlik tarqatishlari qoladi. Aziz esa o'zini tutolmay, bir lagan shirinlikni o'zi yeb qo'yadi. Uni uchta bezori ziyoratchi ushlab oladi. Qo'rqqanidan Aziz yeganini qaytarib yuboradi va bu bezorilardan biriga sachraydi. Yigitlar uni kundalab qo'ymoqchi bo'lishadi. Shu payt Qorako'z kelib, bezorilarni osonlik bilan yengadi va Azizni qutqaradi. Ta'sirlangan Aziz hech qachon do'stlari bo'lmagani va umrida hech kim uni himoya qilmaganini tan oladi. Qorako'z uni o'zi bilan olib, yashirincha yig'ilishlar zaliga kiradi. Ichkarida u qo'lida kitob ushlab turgan qiz tasvirlangan rasmni ko'radi. Qorako'z bu kitobni vitrinalardan biridan topadi, lekin u soxta bo'lib chiqadi. Ichida sahifalar bo'sh edi. Shu payt ularni Orlin opa ushlab qoladi. U asl kitobni bir oy oldin Samir o'g'irlaganini aytadi. Qorako'z kafega borib Otabek bilan gaplashadi. Otabek unga sherifning o'g'li bilan o'ralashmaslikni maslahat beradi, lekin Qorako'z bunga e'tibor bermaydi. U Otabekdan haqiqiy eski yig'ilishlar uyi qayerda joylashganini bilib oladi. Otabek u bilan birga borishni taklif qiladi, lekin Qorako'z rad etadi. U yolg'iz boradi va ko'ziga narsalar ko'rinishini kutadi va haqiqatdan ham bu jarayon boshlanadi. Qorako'z 400 yil oldingi davrga tushib qoladi. Bu yerda Yusuf Krikston uning ajdodi bo'lgan Guli ismli qizni jodugar deb ayblab qatl qilmoqchi edi. Guli va boshqa begonalar omborga qamab qo'yiladi va yoqib yuboriladi. U yerda Guli o'z onasini zanjirlangan holda ko'radi. Onasi o'limni qabul qilishga tayyor edi, lekin Guli undan qochishni va hammasidan qasos olishni so'raydi. Qorako'z o'ziga kelgach, darvoza ortidan shovqin eshitadi. U uzoqqa qaraydi va birdan ulkan, dahshatli ko'zni ko'radi. U maxluq ortidan yuguradi va uning izlarini kuzatadi. Izlar birdan odam izlariga aylanadi. Qorako'z izlarni tekshirayotgan paytida ortida do'sti kelib qoladi. Qiz unga izlarni ko'rsatmoqchi bo'ladi, ammo yomg'ir izlarni yuvib yuborgan edi. Shu payt Jeriko aholisi va Nevermore talabalari Krikston favorasini ochilish marosimiga yig'ilishadi. Qorako'z violonchel bilan orkestr yonida turadi. Ijro boshlanishi bilan narsa olov yoqadi. Portlash yuz beradi. Hamma qochadi. Faqat Qorako'z qoladi. O'sha kuni maxluq yana hujum qiladi. Yangi qurbon uysiz chol. U antikvar do'kondan kamera o'g'irlagan edi. Endi sherif Jasurda muhim dalil. Maxluqning fotosuratlari bor. Qorako'z narsa
narsa bilan birga o'likxonaga kiradi. U yerda u jasadni tekshiradi va cholning chap oyog'ining bir qismi yo'qligini payqaydi. Tergov paytida sherif va shifokor kelib qoladi. Shifokor kesilgan oyoqni bankada saqlanayotganini ko'rsatadi. Qorako'z barcha ma'lumotlarni yig'ib o'z xonasiga osib chiqadi. Nila bundan dahshatga tushadi, lekin Qorako'z qiziqish bilan tushuntirishda davom etadi. Uning fikricha, qotil qurbonlarning tana qismlarini yig'moqda va ularni jarrohlik pichog'i bilan kesmoqda. Akademiyada raqs kechasi rejalashtiriladi. Darsda talabalar juftliklarda muhokama qilishadi. Qorako'z yonida o'tirgan Samirning bo'ynida chuqur tirnalgan izni payqaydi va uni kuzatishga qaror qiladi. Shu tariqa u Samirning yashirin joyini topadi. Ichkarida u maxluq rasmlarni ko'radi. U bir nechta rasmlarni olib chiqib ketmoqchi bo'lganida Samir kelib qoladi. Yigit Qorako'z uni raqs kechasiga taklif qilish uchun kelgan deb o'ylaydi. Aslida esa Qorako'z uni qotilliklarda asosiy gumondor deb hisoblaydi. Samirda shubha qoldirishni istamagan qiz uni rostdan ham raqs kechasiga birga borishga taklif qiladi. Buni eshitgan Nila xursand bo'lib ketadi va darhol Qorako'z uchun ko'ylak olishga boradi. Qorako'z esa vaqtni behuda sarflashni istamaydi. U narsa bilan birga sherif Jasurni oldiga boradi. Shunga qaramay yo'lda u vitrinalarning birida qora ko'ylakni ko'radi va ko'ylak unga juda yoqib qoladi. Qorako'z sherifga o'z gumondori haqida xabar beradi va dalillarni ko'rsatadi. Oxiri sherif hamkorlikka rozi bo'ladi, lekin buning uchun Qorako'z aniq dalillar topishi kerak edi. Politsiya bo'limidan chiqqach Qorako'z Otabek bilan uchrashadi. U bal haqida eshitgan edi. Qorako'z Samirni taklif qilganini aytadi. Bu gap Otabekni xafa qiladi. U o'z his-tuyg'ularini bildiradi. Lekin Qorako'z hozir menda boshqa muhim ishlar bor deydi. Qorako'z tergovini davom ettiradi va Aziz bilan birga o'rmondagi g'orga boradi. U yerda maxluq yashayotganini tushunadi va uning tirnog'ini topadi. Endi u DNK olish uchun yana Samirning yashirin joyiga qaytadi. U yerda qurigan qon topadi, lekin chiqib ketishga ulgurmay qo'lga tushadi. Qorako'z ochiqchasiga Samirni maxluq deb gumon qilishini aytadi. Samir esa uni tushlarida ko'rishini va rasm chizayotganda tirnoqlar paydo bo'lib, o'zini jarohatlaganini aytadi. Shunda yigit raqsga taklif chin yurakdan bo'lmaganini tushunadi. Samir uni haydab yuboradi. Qorako'z dalillarni sherif Jasurga topshiradi. Raqsga borish o'rniga u Aziz bilan g'or oldida poylab o'tirishni rejalashtiradi. Ammo narsa boshqa reja qiladi. U Otabekka Qorako'zni nomidan taklifnoma beradi. Boshqa talabalar balga tayyorlanayotgan paytda Qorako'z g'orda kutmoqchi bo'ladi. Eshik taqillaydi. U ochsa, ostonada Otabek turardi. Narsa nafaqat taklifnoma bergan, balki Qorako'z uchun ko'ylak ham tayyorlab qo'ygan edi. Oxiri Qorako'z raqs kechasiga borishga qaror qiladi. Raqs maydonchasida paydo bo'lishi bilan hamma unga qaraydi. Bina va Samir ham buni ko'radi. Samir rashkdan jahli chiqadi. Bal oxirida sahna qizil rangga bo'yaladi. Bu hokim o'g'lining uyushtirgan shousi edi. Shu payt Qorako'zning ko'ziga narsalar ko'rinadi. Aziz xavf ostida. U buni malikaga aytadi va o'rmonga yuguradi. Ammo u do'stini maxluqdan qutqarishga ulgura olmaydi. Ushbu serial hikoyasining davomini kanalimizda yaqin orada qo'yamiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunda davomi chiqishi bilan birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Ko'rishguncha xayr aziz do'stlar. Sog' va omon bo'ling.